Husni ta'lil she'riy san'ati. Husni ta'lil she'riy san'ati arabchadan tarjima qilinganda chiroyli dalillash degan ma'noni beradi va biror bir voqeani unga aloqasi bo'lmagan, unga daxli bo'lmagan biror bir hodisa bilan izohlash san'at. Bu kitobiy shaklda o'qilishi. Men sizga iloji boricha tushunarliroq qilib, soddaroq tilda tushuntiraman. Husni ta'lil bu arabchadan tarjima qilinganda chiroyli dalillash. Ammo buni yodlab qolishingiz uchun sizga aytaman, husni ta'lil bu biror bir voqea hodisani xayoliy dalillash. Nima uchun sodir bo'lganligini xayoldan dalillab berish bu husni ta'lil bo'ladi. Demak, bir hodisa ro'y beradi, ro'y bermoqchi yoki ro'y bermoqda. Mana shu o'rinda siz ularni nima uchun ro'y berayotganligini xayoldan dalillab bersangiz, u husni ta'lil bo'ladi. Hozir bunga misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Masalan, nomai shavqimni nav'ul oyga yetkay chunki men el otin o'qir hasaddan yozmadim unvon anga. Meni zavq shavqim bilan yozgan maktubim nima uchun ul oydek yorga yetib borsin? Yetib bormaydi u deyapti Navoiy. Chunki men el otin o'qir hasaddan yozmadim unvon anga. El otini o'qib qo'yadi deb uni qizg'onganimdan unga manzil yozmadim. Unvon degan so'z shu yerda manzil ma'nosida ketadi. Ya'ni nima uchun Navoiy seni yozgan maktuplaring yorga yetib bormayapti? Seni aynan o'sha qalb kechinmalaring, muhabbatingni u anglamayapti degan savolga, chunki yorini otini birov o'qib qo'ymasin deb unga manzil yozmaganman deb oshiq Navoiy oshiqning tilidan xayoliy dalillar beryapti. Labingdin chun suchukluk qand o'g'irlar. Solurlar el ani suvga yalang'och. Lutfiy hazratlar. Bizda xalqimizda shunday odat bor umuman, qandni misol uchun ustki paket deymizmi endi biz? O'sha paket qismidan, ustki qismidan ochib turib suvga tashlash. Bir inson uzoqda o'sha qandni ustki qismidagi qadog'idan ochib suvga tashladi. Shunda Lutfiy aytayapti oshiqning tilidan. Nima uchun ana shu qand suvga shunday salafandan ochib tashlandi bilasizmi? Yo'q. Chunki qachonlardir ana shu qand yorimdan shirinlikni o'g'irlab olgan edi. Shuning uchun el uni jazolash maqsadida suvga yalang'och tashlaydi. Qarang xayoliy dalillashni. Yoki qutlug' oyog'ing yerga tegibdir. Oning uchun sening qutlug' oyog'ing shu yerga tegibdiki, shuning uchun el yerga qo'yib bosh qilur barcha ibodat. Ya'ni nima uchun odamlar boshlarini yerga tekkizib ibodat qilishyapti degan savolga oshiq ning tilidan, ijodkor oshiqning tilidan yorimning qutlug' oyog'i ana shu yerga tekkan edi. Shuning uchun odamlar o'sha boshlarini shu joyga qo'yishyapti deyapti. Yoki bunga yana misol. Jamoling vasfini qildim chamanda, qizordi uyatdan gul anjumanda. Ya'ni boqqa kirganida yorini vasf qilgan ekan oshiq, gullar uyalgandan qizarib ketdi. Yoki undan tashqari quyosh yuzing hijlatiydin qochib 4-ko'k uzra chiqibdi. Qarang, quyoshning osmonga ko'tarilish hodisasini oshiq, ya'ni ijodkor oshiqning tilidan xayoliy dalillayapti. Nima uchun quyosh osmonga ko'tarildi degan savolga mening yorimni ko'rib hijolat qilgandan, yuzini ko'rib hijolat qilgandan quyosh 4-ko'k uzra chiqibdir deb aytayapti. Mana shular husni ta'lil san'ati hisoblanadi.